O'zbekiston teleradio kanalida Tabassum. Tabassum ustaxonasidan gapiramiz. Tabassum ustaxonasidan gapiramiz. Assalomu alaykum tabassum shaydolari. Assalomu alaykum tabassumning sevimli tinglovchilari. Hafta o'tib siz bilan yana g'oyibona uchrashib turganimizdan bag'oyat shodmiz. Bugun ham sizga dilingizni shod etadigan hangoma-yu hajviyalarni tortiq etamiz. Ha, Abdug'ani, hajvchi yozuvchi Orif Farmonning sovg'a hajviyasi bilan tabassum eshittirishimizni boshlaymiz. Boyraki juda ham zo'r-ku. Nega? Sovg'a bo'lgani uchun deyman-da. To'g'ri, juda zo'r. Hozir buni tinglab bilib olasiz. Marhamat. Rahmat ismli do'stimni ko'rgan kishilar kiroyi do'sting bo'lsa, shunaqa bo'lsa-da deb qo'yishadi. Rahmat muomalani qotir tashlaydi-da o'zi ham. U bilan to'y yoki biron ziyofatda o'tirib qolsangiz ko'rasiz hangomani. Bitta pistanimi, mayiznimi shartda o'rtasidan bo'ladi-da, og'zingizga tutadi. Unamaganingizga qo'ymaydi. Bir kuni Rahmat bilan kasbdoshimni to'yiga bormoqchi bo'ldik. Hangoma bizning eshikdan chiqayotib boshlardi-da. Ikkalamiz eshikning tagiga turib olganmiz. Rahmat menga Sen olding o't dedi. Men esa uni zo'rlayman. Oxiri ikkalamiz eshikka birdaniga tiqilib oldik. Yo'lda gaz suv ichayotib ham pulini to'lashga rosa yarim soat tortishibmiz. Rahmat men to'layman dedi. Men esa ko'nmadim. Bezor bo'lgan sotuvchi ikkalamizni ham pulimizni shart-shurt oldi-da, indamay ishtiraverdi. Shundan keyingina ko'nglimiz joyiga tushib, yo'lda davom etdik. Nihoyat tramvayga o'tirdik. Rahmat bilet olish uchun konduktorni chaqirdi. Ammo konduktor kelishi bilan epchillik ham qursin. Do'stimdan balolarga qolib, boshimga bir arava o'pkagina orttirdim. Bu nima qilganing Shokir? Javrab ketdi u. Mana menda tanga achib yotibdi-ku. Nega endi sen bilet olding? Qattiq xafa bo'laman. Kechirmayman bu ishingni. Keyin konduktorga yuzlandi. Qaytib bering pulini. Konduktor kampir hayron, nima qilarini bilmas edi. Qo'ysangchi do'stim, yanagi safar sen olasan, dedim men. Ha, yanaga safar ham olaman, hozir ham. Battar qizishib ketdi Rahmat. Kim aytadi bizni bir ko'rpada tepkilashib o'sgan do'stlar deb? Axir menda tanga achib yotibdi. Baribir yo'lda to'kilib qoladi. Qarasam, hammaning ko'zi bizda. Sekin egilib, o'zimni panaga oldim-da va Rahmat, o'sha pulingni menga bera qol, dedim. Mana bu boshqa gap. Do'stim cho'ntagimga 6 tiyin solib qo'ydi. Konduktor kampir kulgisini yashirish uchun yuzini chetga burdi va nari ketdi. Tramvaydan tushdik. Rahmat, hovli to'yiga quruq borib bo'lmaydi o'rtoq, dedim yo'lda borar ekanmiz do'stimga. Sovg'aga nima olsak ekan, ha? Sovg'a olishmi? Menga qo'yib ber. Nima olamiz? Bir o'ylab ko'raylikchi. Menga qara. Magnitofon olsak qanday bo'lar ekan, ha? deya taklif kiritdim, topgan fikrimdan quvonib. Kallangga qo'yin. Juda zo'r ideya. Gapimni ma'qulladi Rahmat. Bir madaniy mollar magaziniga kirdik. Tallay bitta magnitofonni yoqtirdik. Shu payt do'stim, sen u yog'ini ko'rib turgin. Men hozir 1 minut deganicha tashqariga chiqib ketdi. Magnitofonni bir marta emas, 10 marta ko'rib chiqdim hamki, mehribon do'stginamdan darak yo'q. Texnikadan baloni bilmasam-da, orqa qopqog'ini ochib,
ichini sinchiklab tekshirdim. Bir necha marta ovozimni yozdirib ham ko'rdim. Hammasi joyida. Faqatgina pulini to'lash qolgan edi xolos. Ammo rahmat hamon ko'rinmasdi. Nima qilarimni bilmay shoshib qoldim. Chunki bir necha xaridor sotuvchiga maqtal bo'lib turishar. Sotuvchi esa mening yo'talishimni kutar edi. Do'stimdan darak bo'lavermagach, shartda yonimdan bor pulimni chiqardim-u, sotuvchiga 120 so'm sanab berdim. Boshqa iloj ham yo'q edi. Mayli, pul ketsa ketsin, obro' ketmasin. Har holda boqa shlyapa, bo'ynida galstuk savlatimizdan ot hurkadigan odammiz. Shu payt do'stim shoshib kirib keldi. Pulni to'lab qo'ydingmi? Ha? Yo'limni to'sdi u. Seni qarayu. Ha? Shoshma dedim-ku axir. Kel. Ha. Men ko'tarib olay. Do'stim qo'lida sovg'a oldinda. Men unga ergashib yo'lga tushdim. Tabassumda ming bir kulgu kitobidan Ruschadan Muhsin Aliyev tarjima qilgan latifalarni hukmingizga havola etamiz. Marhamat, tinglang, kuling va zavqu shavq tuying. Yoshlik quvvati. Allaqaysi bir o'tirishda bu odam maqtandi. Ha, do'stim, yoshligimda do'stim, qanday baquvvat bo'lsam, hozir keksaligimda ham Buni nimada isbot qila olasan? deb so'radi undan. ey do'stim, qo'limizda bir katta tosh bor. Yoshligimda qanchalik tirishib, tirmashsam ham yerdan uzolmasdim. Xo'sh, hozir ham qanchalik urinmay o'rnidan qo'zg'atolmayapman. Nima? Ha. Qo'lingni uzat. Kunlarning birida bu odamning xotini bir necha gaz astarlik olib kelishni buyurdi. Qanday qilib o'lchovim yo'q-ku, dedi bu odam. Qo'lingni cho'z. Bu odam qo'lini cho'zdi. Mana shu gaz bo'ladi. 3 gaz astarlik olib kelasiz. deb erini bozorga jo'natdi. Xotin bu odam o'lchovni yo'qotib qo'yishdan qo'rqib, ko'chada qo'lini cho'zgancha ketaverdi. Tasodifan u yo'l ustidagi chuqurga tushib ketdi. Uni chuqurga tushib ketganini ko'rgan odamlar chuqurning yoqasiga borib, Hey, bu yoqqa qara. Qo'lingni uzat, tortib olamiz. deyishdi. Qo'limni uzatsam o'lchovni yo'qotib qo'yaman-da. Nima? Ha, yaxshisi soqolimdan tortib chiqara qolinglar, deb javob berdi bu odam. Osmonda nechta yulduz bor? Kunlardan bir kun bu odamdan osmonda nechta yulduz bor? deb so'rashdi. Bu odam shunday deb javob berdi. Ey do'stim, bilasizmi? Bu masala meni ko'pdan beri qiziqtiradi. Xo'sh, Yulduzlarni sanash uchun osmonga chiqishim kerakga o'xshaydi. yo'q. Biroq bunga ikki narsa monelik qiladi. Xo'sh. Agar bu ish bilan kunduzi shug'ullanadigan bo'lsam, ancha muncha ishlarim va bekorchi takasaltanglar xalaqit berishadi. Yo'q. Shunday bo'lgach, kechasi chiqib sanashdan boshqa choram yo'q. Ammo bunisi ham noqulay. Negaki? Nega? Osmonda sham yoki chiroq topa olishim gumon. Qorong'ida esa yulduzlarni sanab bo'lmaydi. Nima? Ha,
biri yengil. Kunlardan bir kuni bu odam do'stining uyida o'tirgan edi. Ovqat olib kelishdi. Mezbonning oldiga qovurilgan tovuq go'shti. Bu odamning oldiga esa bir lagan karam qo'yishdi. Mezbon karamning yengil ovqatligini ta'riflashga boshlagan ekan, bu odam dedi: Birodar, bekorga gapirib, og'zingizni og'ritmay qo'ya qoling. Tovuq go'shti ham yengil ovqat. Menga bering. Uchib ketishim mumkinligini isbot qilib bera olaman. Lekin siz karamning uchishiga meni ishontira olmaysiz. Hammasi keksalikdan. Bir kuni bu odam keksa bir kishi bilan gaplashib qoldi. Azoyi badanim zirqirab og'riydi. Nimadan ekan? So'radi chol. Nimadanligi ma'lum. Keksalikdan. Tizam shunday zirqiraydiki so'z bilan aytolmayman. Ha, bu ham keksalikdan. Ko'z o'ngim qorong'ulashib ketadi. Keksalikdan. Boshim aylanadi. Bu ham keksalikdan. Yegan narsamni ham hazm qilolmayman. Shubhasiz keksalikdan. Uyqusizlik balosiga ham giriftorman. Keksalikdan bu ham. Seni qarayu. Dedi zardasi qaynab chol. Bundan boshqa gapni bilmaysanmi befahim? Nima demay? Nima demay? Keksalikdan deydi-ya. Mana hozir jahlingiz chiqyapti-ku. Otaxon, bu ham keksalikning alomati. Javob berdi bu odam. Abdug'ani, labbay. Endi navbatni qatraxandalarga bersak nima deysiz? Juda ham yaxshi deb boyar aka. Marhamat, tinglang va shod bo'ling. Menga tegishga rozi bo'lmasang, o'zimni poyezd tagiga tashlayman. Shoshma, biroz o'ylab olay. Baribir navbatdagi poyezd faqat ertaga bo'ladi. Shotlandiyalik o'rtog'iga dedi. Bilasanmi? Kecha men Avstraliyadan akamdan maktub oldim. 20 yildan beri undan xat yo'q edi. Xo'sh, uni ishlari qalay ekan? Bilmadim. Maktubni pul to'lab olish kerak ekan. Olmay qo'ya qoldim. Ya, O'z vaqtida seni xotining bilan kim tanishtirib qo'yuvdi? Biz mutlaqo tasodifan tanishganmiz. Bu ishda men hech kimni ayblay olmayman. Nikoh paytida Kechirasiz. Ana bu ikkita erkakdan qaysi biri uylanyapti, bilmaysizmi? Sel tashvishroq ko'ringani quvnoq qiyofadagisi kelinning otasi. Martin hikoya qiladi. Bir kuni o'rmondan ketayotib, juda yomon ahvolga tushib qoldim. Qarshimda yotgan ilonni ko'rib qolsam bo'ladimi? Xo'sh, keyinchi. Keyin tuzukroq qarasam, u ilon emas, uzun tayoq ekan. Buni nimasi yomon? Shundan ham qo'rqdingmi? Ilonni uraman deb olgan kaltagim ilon bo'lib chiqdi. Nima? Dam oluvchi kurort mehmonxonasiga kelib so'rayapti. Kechirasiz, bo'sh xona bormi? Ha, bittasi 20 frank, ikkinchisi 30 frank turadi. deb javob berdi mehmonxona xo'jayini. Nima farqi bor ularni bir-biridan? 30 frankli nomerda sichqon tutadigan qopqon bor. Ya.
yaltadi. Chexovning alaychalik ayoliga o'xshash uchun men bu yerga kuchukchamni olib kelgandim. Yo'qolib qoldi. İçimga chiroq yoqsa yorishmaydi. Bo'lmasam gazetaga e'lon bering. Foydasi yo'q. U o'qishni bilmaydi. Ya. Aziz tabassumning haqiqiy shinavandalari, sizni shodlik va quvonch aslo tark etmasin. Sizlarga tabassum ulashganlar. Muallif Sherali Hojiyev, rejissyor Gulchehra G'iyosova, Ovoz operatori Donoxon Shofayziyeva, qatnashuvchilar Ma'ruf Qodirov, Sanobar Qodirova, Olim Otaboyev, Dilshod Soliyev, Sherali Hojiyev, Nigora Saidaliyeva, Farhod Xudoyberdiyev, Soqiboy Tugalov, Ahmadjon Mirzayevlar, eshittirishni Abdug'ani Ro'ziyev bilan Boyir Xolmirzayevlar olib borishdi. yana havo to'lqinlari orqali g'oyibona ko'rishguncha xayr.